Hammaga assalomu alaykum, добрый вечер. Boyagi mashinamiz poli полностью joyida, pылesosda полностью shimeli bilan yuvildi. Особенно naryoq tomonida jivachkam nimadir qolib ketgan ekan polda, rosali qiynadi. Afishkalar полностью yuvildi. Tak. Sideniya yuvildi. Ustiga chexol taqildi, zamshiviy chexol, hozircha moda bo'lyapti. Nakidno adashmasam $90-100 atrofida adashmasam. Где-то 1 million 200 ming atrofida chexol. Tak, keyin chexol olayotganda ichida komplekti anaqalarini qarab olinglar. Bunda chiqmadi, unchasi bilmayman, tushib qolgan, o'zimiz amallab bordi. Keyin ko'rinadimi yo'qmi? Mana shu patologda nimadir teg'ishgan kraskaga o'xshagan narsa qotib qolgan. Qo'ldan kelgancha tozalab berdik. Keyin hozir jivachkani o'rnini ko'rsataman. Hozir ko'rinadimi yo'qmi bu yoqda. Короче, hashtagida jivachka qolib ketgan. Mana. Sal yulinib chiqdi, boshqa iloji ham yo'q edi. Xizmatli bo'lsa, bemalol aloqadamiz. Всем хорошего дня и удачи. Charchamanglar.